Uzun HTML dersidagi 42 qism HTML5dagi SVG va Canvas. Biz oldida SVG va Canvas elementini o'rganib o'tdik. Bu ikki o'xshashlar tor ko'rgüchdə rasm qurishni qo'llaydi. Lekin ular mohiyat jihatda o'xshashmaydi. Bu qism darsligimizda biz bularniki shu o'xshamaslikdagi selishtirishni ko'rib o'tamiz. SVG asosliq XML orqali 2D rasm hosil qildi. U XML asosli bo'lg'achqa SVG domdagi barliq elementlarni ishlatishga bo'lganligini derak berdi. Uning chizilgan har bir rasm bir obyekt hisoblandi. SVG obyektining xarakterida o'zgarish yuz bersa, tor ko'rgich avtomatik holda rasm hosil qila oladi. Canvasda bo'lsa asosliq JavaScript orqali 2D rasmni chizdi. U har bir piksel bo'yicha rasmni hosil qildi. Uningda rasm hosil qilinib bo'lgandan keyin tor ko'rgich tarafidan qayta diqqat qilmaydi. Agar uning o'rnida o'zgarish bo'lsa, rasmni qaytadan hosil qilish to'g'ri keldi. Canvas bilan SVG ning farqi. Canvas aniqlik darajasiga beqindi, harakat bir taraf qilishni qo'llamaydi. Yiziqdan hosil qilish iqtidori ojiz. PNG va JPG holatida rasm saqlay oladi. Rasm ko'p bo'lgan o'yin programmalarga shu Canvasni ishlatish bek mos keldi. Bu ko'plagan obyektni qaytalab ishlatishni qo'llaydi. SVG bo'lsa aniqlik darajasiga beqinmaydi. Ya'ni buning aniqlik darajasi har qanday ahvolda noyit suzuk ko'rindi. Harakat bir taraf qilishni qo'llaydi. Cho'ng tipdagi rasm hosillashni qo'llaydi. Masalan, Google xaritasini dal shu SVG orqali hosil qilsak, bunday oddiy yo'l orqali bir tarafga shu xil unumga yeta olamiz. Anaki murakkablik oshgan sira rasm hosillash surati ostlab ketadi. Shunga bu SVG ni o'yin programmalarga tuzishga mos kelmaydi.